Esingizda bo'lsa, o'tgan videolarning birida mikrovolnovkada qamalib qolgan oshni qutqarish bo'yicha operatsiya o'tkazgan edim. Mana bu yerdagi tugmasi buzilib qoldi. YouTube ustozligida ochishga harakat qilamiz. Programma minimum eshikni ochish, programma maksimum esa mikrovolnovkani tuzatish. O'shanda eshikni ochib oshni qutqardim. Faqat qulf mexanizmini ushlab turgan kichkina plastmassa halqacha sinib qolgani uchun texnik xizmatga qo'ng'iroq qilib, ustiga ko'rsatgandim, naqd 3500 lira so'radi. Voy bo, deb internetga qarasam, yangi mikrovolnovka olish arzonroqqa tushar ekan. Ko'chada qolgan pulim bormidi dedim-u, o'zim mikrovolnovkamni tuzatishga bel bog'ladim. Avval tepadagi zirhni chiqarib, ish panelidagi qulf mexanizmini bo'shatish bilan ishimni boshladim. Mana bu yerga yaxshilab qarasangiz, singan halqani ko'rsangiz bo'ladi. Halqani o'rniga nima yopishtirsam bo'larkin deb uzoq o'ylandim, uyni tit-pitini chiqardim va mana bu gaykani topib oldim. Voy, shunaqangi xursand bo'lib ketdim. Super-puper kley bilan gaykani plastmassaz dastakka yopishtirmoqchi bo'ldim. Faqat qulfni tutish uchun teshigi kichkinaroq ekan. Kattaroq gayka olib kelish uchun erinmay ko'chaga chiqib keldim. Ko'chada ko'rib turganingizdek bahor, limon, apelsinlar gullagan, tut pishyapti, hatto kaktus kurtaklab qopti. Bahor chiroyini tomosha qila qurilish do'koniga yetib oldim. Kattaroq gayka qidirdim va topdim. Donalab sotarmikan deb o'ylab turdim. Sotar ekan. Yo'lda boshqa ishlarimni ham bitirib, uyga qaytdim va remontni davom ettirdim. Plastmassa tutqich va gaykani yaxshilab tozalab, yelimlashni boshladim. Bu ishda menga mushukcham yordam berdi, doimo qarab turdi. Bu yog'iga endi faqat vaqt kerak bo'ldi va anchagacha shu gaykani ushlab turishga to'g'ri keldi. Mana bu yerda qo'llarim og'rib ketib, qani bo'ldimikin deb sinab ko'ryapman. Hali yaxshi yopishmabdi va yana ushlashda davom ettirdim va axiri yaxshi natija hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, gaykamiz plastmassaga yopishdi. Temir gaykani plastmassa tutqichga yopishtirdim. Endi navbat gayka halqasiga qulfni qo'ndirishga. To'g'risi, bu juda ham unaqa oson ish emas ekan, lekin baribir uddaladim va uzoq kutilgan natija.